Assalomu alaykum vatandoshlar. Bu Xitoycha videoni ko'rib bo'lgandan keyin andin bu tarjimasini anglab qo'ysak bo'ladi. 1968-yili Sovet ittifoqi vatanimiz Sharq Turkistonning chegara bo'yi atroflariga keng ko'lamlik zo'r qo'shinliq armiyasini o'rlashtirdi. Sovet ittifoqi o'rlashtirgan harbiy quvvatining ko'lami 25 diviziyadan oshgan. Undan boshqa 1200 kurashchi aeroplan, 200 dona yadro o'q beshi o'rlashtirgan boshqarilgan bombalarni saplab bo'lgan. Bu demak 200 dona atom bombani boshqarilgan bombaning uchiga o'rlashtirib bo'lgan. O'rlashtirib yana Xitoy chegarasining bo'yiga kelib bo'lgan. Chunki 1969-yili Xitoy davlati bilan Sovet ittifoqi Xitoycha ataganda Jimbaudo, Ruscha ataganda Damozon degan orolda 3 qitim xili cho'ng darajada urush qilgan. Urushning dastlabki vaqtida Sovet ittifoqi biroz ziyon tatgan bo'lib, bu vaziyat bevosita Moskvani g'azablantirgan. Moskva hukumati darhol birinchi darajalik urush tayyorlik buyrug'ini tushirib, darhol Sovet ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi chegara bo'ylariga 55 piyoda qism diviziya armiyasi, 12 raketa diviziyasi, 10 tanki diviziyasi, 4 havo armiya qismi darajasi diviziyadan yuqori bo'lib, umumiy armiyasining soni milliondan oshib ketgan. Ya'ni shu vaqtda Xitoy davlatini nishonliq dushman qilib turib, manevrlarni boshlab o'tgan. Shu vaqtdagi Sovet ittifoqining davlat mudofaa armiyasining bosh qo'mondoni marshal Grechika, yordamchi ministr marshal Suykev qatorliq bir qism qattiq qo'lliq bosh qo'mondonlar qattiq qo'lliq chora usullar bilan urushda yadro qurollarini asos o'rinda ishlatib turib, Xitoy davlatining tahdidini mangu yo'q qilib etishni planlagan. Sovet armiyasi Jiroq Sharqdagi o'tir musobaqaliq boshqarilgan bombalarni Xitoy davlatiga nishonlab bo'lgan. Bu boshqarilgan bombalar necha ming tonna keladigan yadro o'q beshini saplagan bo'lib, Xitoy davlatining muhim asosliq bo'lgan harbiy bazalarga, ya'ni Xitoyning Juchuan boshqarilgan bomba qo'yib berish harbiy bazasini vatanimiz Sharq Turkistondagi Lopnur atom bomba sinaq qilish maydoniga, yana Beijing shahri, Changchun shahri qatorliq muhim bo'lgan sanoat shaharlariga yadro qurollari bilan vayron qilish xarakterlik zarba bermoqchi bo'lgan. Sovet ittifoqi yadro o'q beshi bombalari bilan unumlik, natijalik zarba berishni amalga oshirish uchun Sovet ittifoqining Amerikada turishliq bosh elchisi ayni vaqtdagi Amerika davlatining davlat mudofaa ishlariga mas'ul bo'lgan Kissinger bilan ko'rishib, Sovet ittifoqining hozirgi ilib boradigan va qilmoqchi bo'lgan planini yetkazish bilan birga hamda Amerika davlatining qo'llashiga erishmoqchi bo'lgan. Hamda Sovet ittifoqining bu planini Amerika hukumati tomonidan maxfiy tutishini talab qilgan. Kissinger apandim bundoq cho'ng bir voqeani anglab bo'lgandan keyin darhol shu vaqtdagi Amerika hukumatining prezidenti Nixonga doklad qilgan. Nixon bu xabarni anglab, bir chetdan jiddiylashgan bo'lsa, yana bir chetdan kechilab Aqsaray hukumatining yuqori darajalik jiddiy yig'inni chaqirgan. Yig'inda muzokara qilish orqali oxirida bir qarorga kelgan bo'lib, chiqargan xulosasi qudratli bir Jungoning Jiroq Sharqda turib, kuchli Sovet ittifoqining putiga yo'gishib, Sovet ittifoqini davomli cheklab turishning o'zi Amerika davlatining manfaati uchun intayin foydali deb qaragan. Shu ayni vaqtida Amerika davlatimi Vyetnam urushida cho'nqur bir patqoqqa kirib qolgan bo'lib, Vyetnamda Amerikaning 250 ming askari urush qilayotgan vaqtiga to'g'ri kelgan. Agar Sovet ittifoqi armiyasi Xitoy davlatini atom bomba bilan portlatib etsa, Vyetnamda turishliq Amerika armiyasi tahdid ostida qoladi ekan. Amerika davlati kuch tamponligini saqlab qolish uchun Amerika davlati Xitoyni yo'q qilib etadigan Sovetning bu planini Xitoy hukumatiga yetkazib qo'ydi. Shu mezgilda Xitoy davlati bilan Amerika davlatining munosabati yaxshi bo'lmaganligi uchun udul vakil avatib xabarni yetkazmoqchi bo'lgan. Lekin Xitoy davlatining ishonmasligidan ansirab, Amerika davlati o'z davlat ichida butun tashviqot matbuotlarda keng ko'lamda xabar tarqatgan. Ham butun dunyoga tarqatgan. Tarjimaning xabari mushunchalik. Endi shu 68-69 yillarda Sovet ittifoqi nima uchun bu
urushni to'xtatib qo'ydi. Bu voqeani munozirlashsak bo'ladi. Shu mezgildagi Amerika davlat mudofaa bexatarlik ishlariga mas'ul bo'lgan Kissinger apandim keyingi mezgilda Xitoy va Amerika davlatining o'rtasidagi do'stlik va munosabatlarda Xitoy davlatining iqtisodiy jihatda qattiq ro'noq tepib taraqqiygan mushundaq vaziyatlarda Kissinger apandim intayin cho'ng rollarni o'ynagan. Prezident Trump apandimning davri kelgan chaqda 94 yoshga kirgan Kissinger apandimni vazifasidan biroq ilib tashlab o'tgan.